Merhaba. Bugungi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan qiziqarli va bu videoning davomini o'tkazib yubormaysiz. Demak, men bugun videoni boshladim. Yana bir kuchaytirgichlar berishni boshlaymiz. Bu futbolchilarimizni full holatga keltirishini albatta sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videolarni ko'rib boring. Demak, men bugungi videoni boshladim. Fitness kuchaytirgich berishdan boshlasak ham bo'laveradi. Hop, mana harakatning tezligi tushmoqda. Endi esa texnika beramiz. Hop, Luisning tackling darajasiga tushmoqda. Endi fitness beramiz va shu Erling Haalandning tezligi 100 bo'lib qolganda-ku, lekin accommodationga tushiryapti. Endi esa texnika beramiz. Koksu. Hop, fitness beramiz. Shu bitta futbolchiga tushsa ham juda ham yaxshi bo'lardi. Bitta futbolchiga tushib, bitta futbolchi full bo'lsa, bu ajoyib bo'lardi, lekin David Alaba 85lik kartasiga aylanmoqda. Texnika beramiz. Koksu va David Alabaga asosan tushmoqda. Hop, endi esa fitness bergandik hozirgina. Lekin mayli. Robert Lewandowskining tezligiga tushmoqda. Hop, endi texnika beramiz. Hoppa. Ajoyib. Bukayo Sakaning chot darajasi 85 bo'lmoqda. Hop, fitness beramiz. Texnika beramiz va futbolchilarni full qilamiz. Va texnika. Mana futbolchilarni ajoyib tarzda kuchaytirib boryapmiz. Videoning keyingi davomini ko'rish uchun, keyingi qismini ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan dalasi mava bo'ldi.